Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Efirda futbol olami ko'rsatuvi. 29-tur Superligada yangi chempion nomini aniqlab berdi. O'z maydonida Qizilqumni qabul qilib, 4-1 hisobida zafar quchgan Neftchi jamoasi 24 yillik tanaffusdan so'ng yana Shohsupaning eng yuqori cho'qqisiga ko'tarildi. Farg'onaliklar 6-bor kubokni boshlaridan turib ko'tardilar va so'nggi turda qayd etiladigan natijadan qat'iy nazar O'zbekistonning 2025-yildagi chempioni deb tan olindilar. Bu ushbu muvaffaqiyat bilan barcha Farg'ona ahliga muborakbod etamiz. O'tgan turda Nasafning kutilmaganda o'z maydonida Mashaldan mag'lub bo'lgani Neftchiga chempionlikni o'z maydonida nishonlash imkoniyatini keng ochib berdi. Hafta davomida butun Farg'ona chempionlikni nishonlashga tayyorgarlik ko'rdi. Odatda chempionlik mahsulotlari o'yindan oldin namoyish etilmaydi. Futbol ahlida shunday irim-sirim bor. Lekin katta avtobusni berkitib bo'larmidi? Poytaxtdan aynan chempionlik uchun olib kelingan usti ochiq avtobus g'oliblarni o'z bag'riga olish uchun tayyor holga keltirilgandi. Istiqlol stadionidagi Qizilqum bilan bo'ladigan bahsga chiqarilgan chiptalar 2 soatda sotilib ketdi. Bu esa o'yin kuni stadion tomoshabinlarga to'lishini bildirar edi. Chipta yetmay qolganlarga esa shaharning bir qancha nuqtasida ulkan monitorlar osildi va ashaddiy ishqibozlar o'yinni tik oyoqda kuzatdilar. Chempionlik hali rasmiylashtirilmagan bo'lmasa-da, O'zpofel bosh sovrin va oltin medallarni Farg'onaga olib keldi. Ularni qadrdon stadionda liq to'la muxlislar qarshisida topshirish bitmas tuganmas hissiyotlarni taqdim etishini mas'ullar yaxshi anglashgandi. Bunday keng miqyosdagi tayyorgarlikning bitta noqulay tomoni bor edi. Chempionlikni nishonlash uchun albatta g'alaba qozonish kerak. Bu esa maydonda hal bo'lardi. Futbol ahlida to'p dumaloq, maydon tekis degan aqida bor. Ya'ni 90 daqiqa davomida hamma narsa bo'lishi mumkin. Birgina xato yoki noto'g'ri uzatma barcha toat ibodatni oston qilib tashlash mumkin. Aynan shu vaziyat jamoa a'zolariga katta bosim yuklatardi. Murabbiyni esa gapirmasa ham bo'ladi. Vitaliy Levchenko aynan shu o'yinda xato qilishga haqqi yo'q edi. Jamoa safida bitta yo'qotish bo'lib, Buxoro bilan bahsda maydondan chetlatilgan Ikrom Aliboyev yilning eng muhim o'yiniga jamoasiga yordam bera olmas edi. Murabbiy shuningdek Farruh Sayfiyev va Abror Ismoilovni zaxirada qoldirishga qaror qildi. Ular o'rniga Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Bilolxon Toshmirzayev hamda Quvondiq Ro'ziyevlar asosiy tarkibdan joy oldilar. Qizilqum safida ikkita yo'qotish bo'lib, diskvalifikatsiya tufayli Dushan Miyich va Roman Papariga ushbu bahsni o'tkazib yuborar edi. Davron Anvarov va Ilhomjon Kenjayev zaxirada qoldi. Diskvalifikatsiya muddati yakunlangan Samandar Shukurlayev, Islom Kenjaboyev hamda Fayzullobek Jumanqoziyevlar yana boshlanish tarkibga qaytishdi. Qizig'i bo'lajak chempionga qarshi safar o'yinida Qizilqum ustozi Akmal Rustamov 4-1 hujumkor sxemasini tanladi. Uchrashuvdan oldin ijtimoiy tarmoqlarda navoiyliklarning mukofot pullari e'lon qilindi. Unga ko'ra jamoa g'alaba qozonsa, har bir futbolchiga 40 million so'mdan mablag' ishlab olish borasida ma'lumot berilgandi. Uning 20 millioni klub tomonidan ajratilgan bo'lsa, qolgan 20 millionini Paxtakor mukofot tarzida topshirishi belgilangandi. Shu sababli ikkala jamoada ham o'ziga xos motivatsiya bor edi. Maydon egalari kuchli bosimni yengib o'tishlari uchun tezkor gol talab etilardi. Bu borada yo'lbarslarning omadi keldi va ular 3-daqiqadayoq hisobni ochishga muvaffaq bo'ldilar. Toshmirzayevning qanotdan uzatmasini Alisher Odilov boshi bilan darvozaga yo'lladi va jamoasini oldinga olib chiqdi. Tajribali Posmon Quvvatov to'pni yaqin burchakdan o'tkazib yuborganini tushunish qiyin. Istiqlol stadioni larzaga keldi. Farg'ona chempion degan hayqiriqlar boshlandi. 19-daqiqada mezbonlar tezkor hujumni gol bilan yakunladilar. Ubaydullayev to'pni outdan Marushishga yetkazib berdi. U bir harakati bilan Shukurlayevni ortda qoldirdi va to'pni oldingi chiziqdagi Odilovga qulay tarzda yetkazib berdi. Darvozabon bilan yuzma-yuz chiqqan Alisher to'pni uning yo'lidan o'tkazib, bugungi dublni rasmiylashtirdi. Maydon markazida to'pni outdan o'yinga kiritgan farg'onaliklar 2 urinishda uni darvozaga kiritganlari shunchaki tahsinga sazovor. Mehmonlar nima bo'lganini tushunmay ham qolishdi. Birinchi bo'lim mezbonlarning 2-0 hisobidagi ishonchli g'alabasi bilan yakun topdi. Tanaffusda mehmonlar safida bitta o'zgarish kuzatilib, Bekmurodov o'z o'rnini Rahmatullayevga bo'shatib berdi. 59-daqiqada navoiyliklar standart vaziyatni golga aylantirishga muvaffaq bo'lishdi. Jarima zarbasidan yo'llangan uzatmani Ubaydullayev qaytargandek bo'ldi, lekin to'p Shohruz Norxonovga kelib tushdi. Tajribali hujumchi darhol zarba yo'llab darvozani ishg'ol qildi va sobiq jamoasiga hurmat yuzasidan qo'llarini yuqoriga ko'tarib, muxlislardan uzr so'radi. Bu yoqqa jang yanada qizishi kutilgandi. Hisobdagi farq qisqargan va mehmonlar uni tenglashtirish uchun oldinga tashlanishdi. Lekin 66-daqiqada Jumanqoziyevning xatosi jamoasiga qimmatga tushdi.
U ko'p to'pni maydonda saqlab qolishga harakat qildi, lekin to'pni to'g'ri raqibga uzatdi. Yo'ldoshev uni oldingi chiziqqa yetkazdi. Odilov to'pni darvoza oldidagi sherigiga yetkazib berdi va bu safar golli uzatma muallifiga aylandi. Vahobov sakrab unga yeta olmadi va to'pni qabul qilib olgan Jamshid Iskanderov uni darvozaga yo'lladi. Maestro odatda bunday vaziyatlarda xato qilmaydi. Ana shundan keyin Levchenko o'zgarishlarga qo'l urdi va toliqib qolgan vingerlarga dam berdi. U avval Toshmirzayevni Ismoilovga almashtirgan bo'lsa, keyinroq Otilov o'rniga Safiyevni maydonga tushirdi. Bunga javoban Rustamov, Jigauri, Norxonov va Bozorovni o'yindan olib, ular o'rniga Anvarov, Muzaffarov hamda Kumburovichni o'yinga qo'shdi. O'yinchi almashtirish borasida Levchenko yosh hamkasbiga master-klass o'tkazdi. Sababi Safiyev maydonga tushib, chap qanot himoyasini egallagandan keyin Ibrohim Halil Yo'ldoshev vinger pozitsiyasiga ko'tarilgandi. 87-daqiqada sheriklari uni qulay vaziyatga chiqarishganda, Yo'ldoshev xuddi yangi tushgandek tezkorlikni namoyish qildi va darvozani ishg'ol qilib, uchrashuvga nuqta qo'ydi. Aslida bu gol ham mehmonlar xatosi natijasida yuzaga keldi. Anvarov sherigiga uzatmani noto'g'ri amalga oshirdi. Uni egallab olgan Iskanderov Zargaron o'zamdasi bilan jamoadoshini golli vaziyatga chiqardi. Muxlislar hayqiriqlar bilan bayramni boshlab yuborishgan edi. Hakamning final qushdagidan so'ng stadion larzaga keldi. Neftchining ashaddiy muxlislari sevimli jamoasi yana chempion bo'lishini 24 yil kutishdi va bugun o'sha orzu kutgan kun keldi. Avvalgi 5 ta chempionlik Yuriy Vazgenovich Sarkisyan rahbarligida qo'lga kiritilgan bo'lsa, endi esa xorijiy mutaxassis Vitaliy Grigoryevich Levchenko boshchiligida amalga oshirildi. Eshitishimizcha, Levchenkoga chempionlik uchun Farg'ona shahridan 3 xonali kvartira sovg'a qilinibdi. Balki endi tojikistonlik mutaxassis uzoq yillar davomida shu yerda qolib, Sarkisyan rekordini takrorlashga harakat qilar. Jamoa chempion bo'lishi uchun chempion tarkib yig'ilishi talab etilardi. Neftchi klubi buni uddaladi. Shu sababli ham kechagi chempionlik Eldorbek Suyunov va Farruh Sayfiyev uchun 6-si, Ikrom Aliboyev uchun 5-si va Jamshid Iskanderov uchun 4-si hisoblanadi. Qizig'i jamoada qatorasiga 2 yil chempionlikni nishonlagan futbolchilar ham bor. Zoran Marushich o'tgan yil nasab bilan sovrin yutgan bo'lsa, Ibrohim Halil Yo'ldoshev Qayrat safida Qozog'iston chempioniga aylangan edi. 24 yil kutilgan chempionlikni salmog'i ham shunga yarasha bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, jamoa a'zolariga 3 hissalik mukofot pulidan tashqari BYD va Onyx avtomashinalari ham topshiriladi. Ma'lumki, PFL har yili eng yaxshilarini aniqlab boradi. Bu yildan e'tiboran ular safiga eng yaxshi stadion nominatsiyasi ham qo'shildi. Kech-kuz bo'lishiga qaramasdan a'lo darajada saqlangan Istiqlol stadioni ilk sovrin egasi bo'ldi. Uchrashuvdan so'ng tantanali marosim o'tkazildi. Jamoa a'zolariga oltin medallar topshirildi. OFA va PFL rahbarlari qo'lidan chempionlik kubogini viloyat hokimi, Neftchi klubi prezidenti Xayrulla Bozorov va jamoa sardori Anvarjon G'ofurov qabul qilib oldilar. Bayram tantanalari shahar ko'chalarida ham davom etdi. Neftchining g'alabasini butun xalq nishonladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yangi O'zbekistonda Farg'ona tong otguncha deyilganda, Neftchining chempionligi nazarda tutiladi. Neftchi chempion! Neftchi chempion! Neftchi chempion! Neftchi chempion! Neftchi chempion! Superliganing 21-turida, ya'ni sentyabr oyining dastlabki yarmida Dinamo va Andijon jamoalari kuch sinashlari lozim edi. Ammo Vadim Abramov terma jamoaga jalb qilingan shogirdlari klub ixtiyoriga kech kelayotgani bois o'yinni bir kun kechiktirishni so'radi. Bunga javoban Maksim Shatskix jamoasi o'childi bahslarga tayyorgarlik ko'rayotgani bois o'yin bir kun keyin o'tishiga rozi bo'lmadi. Ikkala murabbiy ham yon berishni istamadi va natijada ushbu to'qnashuv oradan 2 oy o'tib, ya'ni 15-noyabr sanasida bo'lib o'tdi. Andijon bilan uchrashuvdan oldin Dinamo safida 2 ta yo'qotish bo'lib, Aleksandr Kucherenko va Anvarjon Hojimirzayev jarohati sabab qaydnomaga kiritilmadi. Bunyodkor bilan g'alabali o'yinga solishtirganda Mahmudjon Mahamadjonov va Behruzbek Obloqulov zaxirada qoldi. Diskvalifikatsiya muddati yakunlangan Jahongir O'rozov, shuningdek Ulug'bek Hoshimov boshlang'ich tarkibga kiritildi.
Andijonda eng katta yo'qotish darvozabon pozitsiyasida bo'ldi. Asosiy posbon Erjan To'kotayev Qizilqum bilan bahsda jarohat olgan va o'yinni davom ettira olmagandi. Ma'lum bo'lishicha, qirg'izistonlik posbonning jarohati ancha jiddiy bo'lib, endi u ushbu mavsumda andijonliklarga yordam bera olmaydi. Aynan shu sabab u Samarqandga ham bormadi. O'sha o'yinda uni almashtirgan zaxira posboni Eldor Adhamov ham kichik jarohat oldi va u ham Samarqandga tashrif buyurmadi. Darvozani qo'riqlash Mohirbek Komilovga topshirildi. Bu bilan u Superligada debyut qildi. Navoiyda o'z darvozasini ishg'ol qilgan Kristian Novak ham qaydnomaga kiritilmadi. Abubakr Ashurov, Abdulvohid G'ulomov, Bektemir Abdumannonov hamda Otabek Jo'raqo'ziyev zaxirada qoldirildi. Shu bilan birga asosiy tarkibda surprizlar ham kuzatildi. Operatsiya stoliga yotqizilgan Alek Zateyev yarim yildan so'ng, aniqrog'i 17-maydan beri ilk bor asosiy tarkibda ko'rinish berdi. Shuningdek, Islomjon Mamadkazin ham boshlang'ich tarkibga kiritildi. Asadbek Habibullayev, Said Umarxon Said Nurullayev hamda Ismoil Akinade asosiy tarkibdan joy oldi. Uchrashuvni hujumkor ruhda boshlagan maydon egalari 27-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo'ldilar. Ratinho himoyadan to'pni uzun uzatma orqali oldingi chiziqdagi sherigiga aniq oshirib berdi. Uni egallab olgan Oybek O'rmonjonov o'ziga moslashtirib oldi va chap oyog'i bilan kuchli zarba yo'lladi. Tajribasiz posbon Komilov to'pni yaqin burchagidan o'tkazib yubordi va jamoasini qutqarib qola olmadi. Birinchi bo'lim mezbonlarning kichik hisobdagi g'alabasi bilan yakun topdi. Tanaffusda ikkala jamoa murabbiylari ham taktik o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Abramov Hoshimovni Friday bilan almashtirdi. Shatskix esa Zateyev va Temirovni o'yindan olib, ular o'rniga Komilov hamda Jo'raqo'ziyevni maydonga tushirdi. Ikkinchi bo'lim boshida tortishuvli vaziyat yuzaga keldi. Andijon futbolchisi to'psiz holatda maydonga quladi. Voqea qanot hakami Adham Sunnatov ko'z o'ngida sodir bo'ldi, lekin u bunga e'tibor qaratmadi. VAR hakami Dostonbek Rahmonov esa holat qizilga tortishi mumkinligi sababi O'rmonjonov raqibiga to'psiz holatda qo'li bilan zarba bergani borasida ma'lumot berdi. Bosh hakam Abdurashid Xudoyberganov monitor qarshisiga kelib, holatni o'rgandi. O'rmonjonov raqibiga musht tushirmagan, shunchaki turtgan deb hisobladi va maydonga qaytgach, qoidabuzarni ogohlantirish bilan cheklandi. 55-daqiqada esa mezbonlar hisobdagi farqni oshirdilar va bunda ularga standart vaziyat qo'l keldi. O'rmonjonov burchakdan to'pni darvozaning yaqin burchagiga uzatdi va Jaloliddin Jumaboyev unga boshi bilan zarba berib, to'pni darvoza ichiga joyladi. Andijon himoyachilari nega uni yolg'iz qoldirganliklari va zarbaga imkon berganlari tushunarsiz bo'ldi. Bunday zarba berilishini posbon ham kutmagandi va u bu safar ham jamoasini qutqara olmadi. Goldan so'ng mehmonlar ustozi qo'sh o'zgarishga qo'l urdi. U Said Nurullayev va Ismonaliyevni o'yindan oldi va ular o'rniga Abdumannonov hamda Abdug'afforovni maydonga tushirdi. Abramov esa o'yin tugashiga 15 daqiqa qolganda zaxiradagilarga imkon berdi. U Qodirqulov, Abdusalomov va O'rmonjonov o'rniga Muhammadjonov, Xalilov hamda Oblaqulovni o'yinga qo'shdi. Samarqandliklar uchrashuvni to'liq nazorat qildilar va g'alabani saqlab qoldilar. 2-0. Dinamo ochkolari sonini 56 taga yetkazdi va 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Arslonlar sovrinli o'rinlar uchun kurashni davom ettiradilar. Mavsumda 13-mag'lubiyatni qabul qilib olgan burgutlar esa quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurashni davom ettiradilar. O'yindan keyingi matbuot anjumanida Andijon bosh murabbiyi Maksim Shatskix mag'lubiyatning asosiy sababchisi menman. Jamoa men tufayli mag'lub bo'ldi qabilida bayonot berdi. Klub rahbariyati uning bu fikrlariga qo'shildi va ukrainalik mutaxassisni iste'foga chiqardi. Superliganing qolgan o'yinlariga jamoani yordamchi murabbiy Akmal Shorahmedov tayyorlashi belgilandi. Nafaqat turnir, balki birinchi davraning markaziy uchrashuvi hisoblangan Paxtakor nasab bahsiga ikkala jamoa ham yetakchi futbolchilarsiz tayyorgarlik ko'rdi. FIFA kunlari Paxtakordan 8, Nasafdan esa 5 nafar futbolchi terma jamoa yig'inlarida ishtirok etishdi va klub ixtiyoriga o'yindan bir kun avval kechqurun yetib kelishdi. Ya'ni ular hatto bir kun oldingi rasmiy o'yin oldi mashg'ulotlarda ham ishtirok etishmadi. Uchta frontda, ya'ni terma jamoa, Ochili va Superligada kurashayotgan qarshiliklarga bu og'irlik qildi va ular yilning eng muhim to'qnashuvidan mag'lub bo'lib, chempionlik kurashidan chiqdilar. Terma jamoaning Eron bilan uchrashuvida Paxtakordan faqat Hojimat Erkinov maydonga tushdi. U ham bo'lsa, bor yo'g'i 25 daqiqa harakat qildi. Shu bois ham Kamoliddin Tojiyev terma yig'iniga chaqirilgan 8 nafar shogirdidan 5tasini boshlang'ich tarkibga kiritdi
Vladimir Nazarov, Muhammadqodir Hamraliyev, Dostonbek Hamdamov, Hojimat Erkinov hamda Igor Sergeyev. Yig'indan kichik jarohat bilan qaytgan Hoji Akbar Alijonov, shuningdek Aziz Turg'unboyev zaxirada qoldi va ikkovi ham ikkinchi bo'limda maydonga tushdi. Iroq terma jamoasi safida Jahon chempionati saralash bahsida ishtirok etgan Zaid Tahsin esa Nasaf bilan o'yinga yetib kela olmadi. Sherlar safida yana ikkita yo'qotish bo'lib, ikkalasi ham tayanch yarim himoya zonasi bilan bog'liq edi. Jamoa sardori Sardor Sobirxo'jayev hamda Abdurauf Boriyev jarohati sabab ushbu bahsda jamoasiga yordam bera olmas edi. 2 kun oldingi Eron bilan bahsda Nasafning 2 nafar a'zosi Abduvohid Ne'matov va Sherzod Nasrullayev to'liq harakat qilgandi. Ro'ziqul Berdiyev jamoasida darvozabon masalasida raqobat mavjud emasligi sabab Ne'matov boshlang'ich tarkibga kiritildi. Nasrullayev esa zaxirada qoldi. Terma jamoada o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan Umarbek Eshmurodov, Sardorbek Bahromov va Husayn Norchayevlar ham asosiy tarkibdan joy olishdi. Mash'aldan mag'lubiyat qabul qilib olingan o'yin bilan solishtirganda Igor Golban, Zafarmurod Abdurahmatov va Stefan Cholovich zaxirada qoldirildi. Shuhrat Muhammadiyev, Adenis Shala, Javohir Siddiqov hamda Dragan Cheralar asosiy tarkibdan joy oldilar. Uchrashuvning ahamiyati juda katta edi. G'olibga chempionlik kafolatlanmagan bo'lsa-da, mag'lub jamoa sovrinli o'rinlardan quruq qolishi mumkin edi. Toshkent havo iflosligi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lib turganiga va havo sovuq bo'lganiga qaramay, Jar stadioniga 7000 ga yaqin muxlis tashrif buyurdi. Uchrashuvni maydon egalari hujumkorlik bilan boshladilar va ikkinchi daqiqadayoq penalti tepish huquqini qo'lga kiritdilar. Jarima maydonchasi ichida Erkinov yiqildi va Shala unga nisbatan qo'pollik qildi deb hisoblagan Ilgiz Santashev 11 metrlik nuqtaga ishora qildi. Biroq VAR hakami Abdurashid Xudoyberganov bu vaziyatda kontakt yuz bermagani, shu sababli holat penaltiga tortmasligi borasida ma'lumot berdi. Tantashev monitor qarshisiga kelib holatni o'rgandi. So'ngra maydonga qaytib o'z qarorini o'zgartirdi va penaltini bekor qildi. Biroq bu holat o'yin suratini o'zgartirmadi. Paxtakor hujum qilishda davom etdi. Nasaf esa ikkinchi raqam bo'lib o'ynadi va asosiy e'tiborni tezkor qarshi hujumlarga qaratdi. Ana shunday hujumlarning birida qarshiliklar hisobni ochishga juda yaqin keldilar. 27-daqiqada Muhuddinovning qanotdan uzatmasini Cheran to'xtatmasdan darvozaga yo'lladi. Mezbonlarning muqarrar goldan darvoza to'sini qutqardi. Agar bu zarba gol bilan yakun topganda, shubhasiz eng chiroyli gollar qatoridan joy olgan bo'lardi. 43-daqiqada endi darvoza ustuni mehmonlarni qutqardi. Hamdamovning jarima zarbasidan uzatmasini Eshmurodov o'z darvozasiga yo'llashga oz qolgandi. Uning baxtiga to'p ustunga tegib qaytdi. Resanning takroriy zarbasini esa G'aybullayev boshi bilan qaytardi. Shunga qaramay, maydon egalari kiyim almashtirish xonasiga g'alaba bilan chiqib ketdilar. Hakam qo'shib bergan daqiqalarning so'nggi soniyalarida Resanning uzatmasini Igor Sergeyev boshi bilan darvozaga yo'naltirdi va jamoasini oldinga olib chiqdi. Nasaf futbolchilari Sergeyev havoga sakrayotganda Eshmurodovni turtib yubordi deb e'tiroz bildirishdi. Tantashev VARdagi hamkasblari bilan maslahatlashdi va ularning fikridan so'ng maydon markazini ko'rsatib, golni inobatga oldi. Tanaffusda Ro'ziqul Berdiyev 2 nafar shogirdini almashtirdi. Biroq bu o'zgarishlar taktik emas, pozitsion ko'rinishda bo'ldi. Muhammadiyev va Eshmurodov o'z o'rnini Abdurahmatov hamda Davronovga bo'shatib berdi. Nasaf ustozi taktik o'zgarishlarni 58-daqiqada amalga oshirdi. U Bozorov va Siddiqovni o'yindan olib, ular o'rniga Cholovich hamda Nasrullayevni maydonga tushirdi. Nasrullayev chap qanot himoyasidan joy oldi. Muhuddinov markaziy yarim himoyaga o'tkazildi. Qanotlarga Abdurahmatov va Nasrullayev mas'ul bo'ldilar. Cholovich hamda Shala hujum chizig'ini kuchaytirdilar. Bunga javoban Paxtakor ustozi Resanni Turg'unboyevga almashtirdi. Turg'unboyev o'ng qanot vengeri pozitsiyasini egallagandan so'ng Hamdamov chap qanotga o'tdi va endi bu pozitsiyada Erkinov bilan 2 kishi bo'lib qolishdi. Ularning qay biridir markazga o'tishi lozim edi, lekin ikkalasini ham chap qanot tortib ketaverdi. 76-daqiqada hisob tenglashishi mumkin edi. Cholovich darvoza tomon kuchli zarba yo'llagandi, lekin Paxtakor posboni Nazarov to'pni qiyinchilik bilan qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Raqib bosimni kuchaytirayotganini his qilgan Tojiyev hujumchi Sergeyevni himoyachi Alijonovga almashtirdi. Biroq bu bilan mehmonlarni yanada dadillashtirdi. Berdiyev Norchayev o'rniga Golbanni maydonga tushirdi va u Cheran bilan birgalikda havodan kelayotgan to'plarni qabul qilishga tushdi. Nasaf himoyasida faqat Davronov qoldi va barcha hujumga qo'shildi.
Paxtakor ustozi o'z xatosini tushundi va Flamarion o'rniga Abduxoliqovni o'yinga qo'shdi. Endi uni ikki himoyachi qo'riqlashga majbur edi va mehmonlar hovuri sal bo'lsa-da bosildi. Medallar uchun kechgan, jangovar va murosasiz to'qnashuv Paxtakorning kichik hisobdagi g'alabasi bilan yakun topdi. Bu yutuq poytaxtliklarga chempionlik uchun kurashga yo'l ochib berdi. Sherlar Superliga doirasida 7 uchrashuvdan beri ajdarlarni mag'lub eta olmayotgandi. Endi bu qora an'anaga chek qo'yildi. Ochkolar sonini 59 taga yetkazib olgan toshkentliklar kamida vitse-chempionlik uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ldilar. Mag'lubiyat esa nasaf ahvolini yanada murakkablashtirdi. Yil davomida chempionlik uchun kurashib kelgan qarshiliklar endi 3-pog'onaga tushib qolishdi va so'nggi turda Dinamo bilan to'qnash kelishi inobatga olinsa, ajdarlar medallardan ham quruq qolishlari mumkin. Bu Superliga. Kechiktirilgan uchrashuvda Andijonni mag'lub etgan va oxirgi 7 o'yinning 6tasida g'alaba qozongan Dinamo chempionlik uchun kurashni davom ettirayotgandi. Chempionlik Neftchiga nasib etganda ham samarqandliklarga vitse-chempionlik uchun yaxshi imkoniyat paydo bo'lgandi. Buning uchun ular o'z maydonlarida Qo'qon 1912 jamoasini mag'lub etishlari shart edi. Ammo aynan shu yerga kelganda Arslonlar vazifani bajara olishmadi va endi sovrinli o'rinlarning birini egallash ham katta so'roq ostida qoldi. Sariq kartochkalar soni 4 taga yetgani bois Dmitriy Plitnov samarqandliklarga yordam bera olmasligi avvaldan ma'lum edi va Vadim Abramov tarkibni shunga qarab shakllantirgandi. Lekin mashg'ulot paytida Firdavs Abdurahmonov hamda Ratino to'qnashib ketdi va ikkalasi ham jarohat oldi. Natijada ikkovlon ham safdan chiqdi va murabbiyning rejalari umuman o'zgarib ketdi. Dinamo ustozi hali to'liq sog'ayib ulgurmagan bo'lsa-da, Oleksandr Kucherenko va Anvarjon Hojimirzayevni boshlang'ich tarkibga kiritishga majbur bo'ldi. 6 kun avval Andijon bilan bahsga solishtirganda Ulug'bek Hoshimov zaxirada qoldirildi. Mahmudjon Mahamadjonov va Behruzbek Obloqulov asosiy tarkibdan joy oldi. Sxema 4-2-3-1 ko'rinish oldi. Universal futbolchilar Stanoyevich va Qodirqulov tayanch yarim himoyasiga joylashgan bo'lsa, Obloqulov, Abdusalomov, O'rmonjonov, Hojimirzayev to'rtligi oldingi chiziqda harakat qildi. Avvalgi turda Paxtakor bilan durang qayd etgan Qo'qon 1912 jamoasi safida bitta majburiy o'zgarish amalga oshirildi. Yoshlar terma jamoasi tarkibida Xitoydagi turnirda qatnashib qaytgan Abdug'afur Haydarov Samarqandga kech yetib keldi va zaxirada qoldi. Uning o'rnini asosiy tarkibda Jasur Xolto'rayev egalladi. Dinamoning muxlislari Oq Armiya ushbu mavsumda eng yaxshi fan klublardan biri bo'ldi. Ba'zi o'yinlarda barcha chiptalar sotilib, ko'plab ishqibozlar tashqarida qolib ketgani ham kuzatildi. Samarqanddagi yilning so'nggi bahsiga ham 8 mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurdi. Ular sevimli jamoalari sovrinli o'rinlardan birini egallashi umidida qo'llab-quvvatlash uchun bevosita stadionga kelgandilar. Afsuski, hal qiluvchi pallada Abramov jamoasi yana ishonchni oqlay olmadi. Uchrashuvda ustunlik maydon egalari tomonidan bo'lgan bo'lsa-da, qo'qonliklarning oz sonli hujumlari ham xavfliroq bo'ldi. 14-daqiqada Salimovning jarima zarbasidan yo'llagan to'pi o'yinchilardan biriga tegib yo'nalishini o'zgartirdi va shu bois Dinamo posboni Nemanov uni qiyinchilik bilan qaytardi. Birinchi bo'lim yarmida Xolto'rayev o'rniga Haydarov maydonga tushgandan so'ng mehmonlar yanada dadil harakat qila boshladilar. 34-daqiqada Akramov yaqin masofadan kuchli zarba yo'lladi. Bu safar ham Nemanov jamoasini qutqardi. Dinamoning hujumlarida esa yakunlovchi zarbalarga aniqlik yetishmadi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Tanaffusda murabbiylar o'zgarishlarga ehtiyoj sezmadilar. Abramov ilk o'zgarishni 55-daqiqada amalga oshirdi va Obloqulovni sehrli quroli Halilovga almashtirdi. Keyinroq esa Qodirqulov, Mahamadjonov va Hojimirzayevni o'yindan olib, ular o'rniga Abdullayev, Friday hamda Hoshimovni maydonga tushirdi. Mehmonlarda esa Kondratyuk, Yoqubov, Fazliddinov hamda Hakimov o'yinga qo'shilishdi. 64-daqiqada samarqandliklar hisobni ochishga yaqin kelishgandi. Stanoyevich jarima zarbasida to'pni darvozaning burchagiga yo'naltirgandi. Qo'qonliklar posboni Isoqov xavfni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Dinamo har qancha harakat qilmasin, raqib darvozasi tomon yo'l topa olmadi va uchrashuv nursiz durang bilan yakunlandi. Arslonlar zafar quchganda ikkinchi pog'onaga ko'tarilib olgan bo'lardi. Endi esa 4-o'rin saqlanib qolindi va so'nggi tur samarqandliklarni Qarshida qiyin bahs kutmoqda. Qimmatli ochkoni qo'lga kiritishga qaramasdan Qo'qon 1912 jamoasi xavfli zonada bormoqda va shunqorlar so'nggi turda So'g'diyoniga qarshi faqat g'alaba uchun maydonga tushadilar.
Sug'diyona Bunyodkor bahsida jizzaxliklar g'alaba qozonganda, ular Navbahordan quvib o'tib 7-o'ringa ko'tarilib olgan bo'lardilar. Biroq Ivan Bochkovich ushbu mavsumda sobiq jamoasini mag'lub eta olmadi. Poytaxtda 3-2 hisobida g'alaba qozongan qaldirg'ochlar Zominda ham 2-0 hisobida zafar quchdilar. Avvalgi turda Urganchdan g'alaba bilan qaytgan Sug'diyona boshlanish tarkibida 3 ta o'zgarish ko'zga tashlandi. Sardor Rahmonov va Robin Xibay qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Stanislav Andreyev zaxirada qoldi. Ular o'rniga Zoir Jo'raboyev, Jasurbek Jaloliddinov hamda Samandarjon Mavlonqulov asosiy tarkibdan joy oldilar. Sxema esa 4-1-4-1 ko'rinish oldi. O'tgan turda Dinomadan mag'lubiyat qabul qilib olgan Bunyodkor boshlanish tarkibida ham 3 ta o'zgarish amalga oshirildi. Muzaffar Olimjonov va Matya Krivokapich qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Azbek To'lqinbekov zaxirada qoldi. Ular o'rniga Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov hamda Amir To'raqulovlar dastlabki 11 talikdan joy oldilar. Qizig'i, chap qanot himoyachisi Ahmadjonov winger pozitsiyasida harakat qildi. Uchrashuvning 11-daqiqasida tortishuvli vaziyat yuzaga keldi. Raqib jarima maydoni ichida Jaloliddinov yiqildi. Bosh hakam Shavkat Nasibullayev holatga e'tibor qaratmadi. VAR hakami Ibrohim Ismoilov esa penaltiga shama qildi. Nasibullayev monitoring qarshisiga kelib vaziyatni o'rgandi. Jaloliddinov yiqitilmagan, balki o'zi raqib ko'rib yiqilgan degan xulosaga keldi va maydonga qaytgach, dastlabki qarorini o'zgartirmadi va o'yinni davom ettirdi. 25-daqiqada maydongalar hisobni ochishga yaqin keldilar. Himoyachidan qaytgan to'p to'g'ri Abdurahmonovga kelib tushdi va u to'pga to'xtatmasdan zarba berganda darvozani ishg'ol qilish mumkin edi. Biroq u to'pni to'xtatib, o'ziga moslashtirib, shundan so'nggina zarba berdi va Bunyodkor posboni Abdujalilov uni qiyinchilik bilan bo'lsa-da qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi bo'lim to'liq mezbonlar ustunligida o'tdi. Tanaffusga esa jamoalar mehmonlar g'alabasi bilan chiqib ketishdi. Jaloliddinov o'z jarima maydonchasi yonida aldashga kirishib ketib, pressing natijasida to'pni oldirib qo'ydi. Uni ta'qib qilgan Rahimjonov darvoza tomon yugurdi. Abduxoliqov Ahmadjonov kombinatsiyasidan so'ng to'p unga yetib keldi va Asadbek Rahimjonov bo'sh darvozani ishg'ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo'limda jamoasi tinimsiz hujum qilgandan ko'ngli to'lgan Bochkovich tanaffusda hech narsani o'zgartirmaslikka qaror qildi. Zeytullayev esa markaziy himoyachi Bugarinni o'yindan olib, uning o'rniga yarim himoyachi To'lqinbekovni maydonga tushirdi. Ikkinchi bo'limda maydongalar yana oldinga tashlanishdi. Natijada himoyada bo'sh zonalar paydo bo'ldi va mehmonlar ham hujumlar sonini ko'paytirishdi. 52-daqiqada Abdusalomovning o'ng oyoqda yo'llagan zarbasini Sug'diyona posboni Izoqov qaytardi. Chap oyoqda berilgan zarbadan so'ng mezbonlarni darvoza to'sini qutqardi. Shunga qaramay Bunyodkor navbatdagi golni kiritib, hisobdagi farqni oshirishga muvaffaq bo'ldi. 60-daqiqada Imeda Ashortiya qanotdan markaz tomon yurdi. Darvoza ro'parasiga kelganda zarba yo'llashga qaror qildi va mo'ljalda adashmadi. Uning chap oyoqda bergan zarbasidan so'ng to'p mezbonlar darvozasidan joy oldi. Ahamiyat bering, u qanotdan markaz tomon yurganda Abdurahmonov oxirigacha uni ta'qib etmadi. Natijada raqibga zarba berish imkonini yaratdi. Ushbu goldan so'ng Zeytullayev darhol taktik o'zgarishni amalga oshirdi. U dastlab Ahmadjonovni Abdurashidov bilan almashtirdi va himoyani mustahkamladi. Keyinroq 3 ta A Abdusalomov, Ashortiya va Abduxoliqovlarni o'yindan olib, ular o'rniga Yo'ldoshev, Sulaymonov hamda Foziljonovlarni maydonga tushirdi. Bochkovich esa dastlab Jaloliddinov va Nurmatovni Andreyev hamda Jumatovga almashtirdi. Keyinroq Mavlonqulov va Abdurahmonovni o'yindan olib, ular o'rniga Hoshimov hamda Ivanovichni maydonga tushirdi. Markaziy himoyachi Ivanovich hujumdan joy oldi va yuqoridan kelayotgan to'plarni qabul qilishga kirishdi. Shunga qaramasdan, bo'rilar qaldirg'ochlar iniga yo'l topa olmadilar. Sug'diyona to'liq ustunlik qilgan o'yinda Bunyodkor g'alaba qozondi. Jizzaxliklar hozirda 8-pog'onaga joylashgan. Bunyodkor esa ushbu g'alabadan so'ng 5-o'rinni naqd qildi va so'nggi turda qanday natija ko'rsatishdan qat'iy nazar ushbu pog'onadan tushib ketmaydi. Asosan yoshlardan tashkil topgan Surxon klubi 2023-yil 6-chi, o'tgan yil esa 7-o'rinni egallagandi. Bu yil jamoa 10-pog'onani joy olishi deyarli oydinlashib ulgurdi. Natijalarning pasayib borishiga klubning moliyaviy ahvoli ham ta'sir o'tkazmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha, jamoa a'zolari bu yil 3 oydan beri maosh olmayotganlar yetmagandek, g'alabali o'yinlarning birortasiga ham mukofot puli berilmagan. Lekin mutasaddi tashkilotlar aralashuvi bilan o'z haqlarini olishga umid qilgan futbolchilar OKMK bilan bahsga ham g'alaba ilinjida maydonga tushdilar.
Yoshlar terma jamoasining Xitoydagi turnirda ishtirok etib qaytgan Surxonning 2 nafar a'zosi Behruzjon Karimov va Asilbek Jumayev klub ixtiyoriga kech yetib kelishdi va murabbiylar ushbu ikki yetakchi o'yinchini zaxirada qoldirishga qaror qilishdi. Dostonbek Tursunov asosiy tarkibga qaytdi. Avvalgi turda Navbahor ustidan zafar quchgan AKMK boshlang'ich tarkibida bitta o'zgarish ko'zga tashlandi. Arxiro Sintoku zaxirada qoldi va uning o'rniga Avazbek O'lmasaliyev asosiy tarkibdan joy oldi. Bu bilan maydondagi ba'zi o'yinchilar joyi ham o'zgardi. O'lmasaliyev markaziy himoyaga joylashgandan so'ng Georgiy Papova tayanch yarim himoya zonasiga ko'tarildi va Oybek Rustamovga tandem bo'ldi. Ikkala jamoaga ham ochko suv va havodek zarur bo'lmasa-da, uchrashuv ancha qiziq va jonli kechdi. Golga tortadigan dastlabki xavfli vaziyat 30-daqiqada maydon egalari tomonidan sodir etildi. Turdimurodovning uzatmasini Abdurahmonov o'ziga moslashtirib, chap oyoqda kuchli zarba yo'llagandi. Mehmonlar posboni Abdunabiyev to'pni qiyinchilik bilan qaytardi. Turdimurodovning takroriy zarbasiga esa O'lmasaliyev to'sqinlik qildi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Tanaffusda Surxon ustozi Fevzi Davletov 3 ta o'zgarishga qo'l urdi. U Poyonov, Tursunov va Asadbek Karimovni o'yindan olib, ular o'rniga Behruzjon Karimov, Shaydulov hamda Jumayevni maydonga tushirdi. Shunga qaramasdan, ikkinchi bo'limda olmaliqliklarning hujumlari ko'paydi. Bo'lim boshida Abdurazzoqovning zarbasidan so'ng mezbonlarni darvoza ustuni qutqardi. Shundan so'ng Davletov hujumchi Abdurahmonovni yarim himoyachi Abduhamidovga almashtirdi va markazni mustahkamladi. O'yin yakunida Jurayev o'z o'rnini Ramazonovga bo'shatib berdi. Mirjalol Qosimov esa o'yin tugashiga 20 daqiqa qolganda dastlabki o'zgarishlarni amalga oshirdi. U Papova, G'iyosov va Abdurahmonovni o'yindan olib, ular o'rniga Sintoku, Sobirjonov hamda Xolmurodovlarni maydonga tushirdi. Biroq Sobirjonovga 10 daqiqa o'ynash nasib etdi. Abduxoliqovning mana bunday tashlanishidan so'ng Asadbek jiddiy jarohat olib, bahsni davom ettira olmadi va Senaga bilan almashtirildi. Limit bo'yicha mehmonlarning so'nggi o'zgarishida esa Abdurazzoqov o'z o'rnini Muqimjonovga bo'shatib berdi. Uchrashuvda nursiz durang qayd etildi. AKMK g'alaba qozonganda Bunyodkorni quvib o'tar va 5-o'ringa ko'tarilib olardi. Durang olmaliqliklarni 6-pog'onada qoldirdi. Surxonga ham 1 ochko katta yordam bermadi. So'nggi turda safarda Buxoro mehmoni bo'ladigan termizliklarni xavfli zonadan bor yo'g'i 1 ochko ajratib turibdi. Butun mavsum davomida quyi ligaga qaytmaslik uchun kurashgan va bu borada bosh murabbiyni ham almashtirgan Mash'al so'nggi 2 turda muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Dastlab Qo'qon 1912, so'ngra Nasaf jamoalari ustidan. 29-turda Navbahorni qabul qilgan muborakliklar bu safar durang bilan kifoyalanishdi. Lekin asosiy vazifa bajarildi. Jamoa play-off ishtirokchisiga aylangan taqdirda ham ushbu bahsni safarda o'tkazmaydi. Nasaf bilan o'yinga solishtirganda Mash'al safida bitta o'zgarish ko'zga tashlandi. Avazxon Mamatxo'jayev qaydnomaga kiritilmadi va uning o'rnini asosiy tarkibda Zafarbek Akromov egalladi. O'tgan turda OKMKdan mag'lubiyat qabul qilib olgan Navbahor boshlanish tarkibida esa keskin o'zgarishlar amalga oshirildi. Benjamin Tedi va Muhammadali G'iyosov huzurga bormagan bo'lsa, Gilermo Gedish, Shohmalik Komilov hamda Augusto Pedro zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Said Azamat Mirsaidov, Dostonbek Abdulxayev, Komiljon Tojiddinov, Sherzod G'ulomjonov hamda Zabihullo O'rinboyevlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Birinchi bo'limda bittagina xavfli vaziyat sodir bo'ldi. 35-daqiqada mezbonlar himoyachisi Yashinning olisdan bergan zarbasini Navbahor posboni Yo'ldoshev qiyinchilik bilan qaytardi. Tanaffusda ikkala jamoa tarkibida ham o'zgarishlar amalga oshirildi. Otabek Narzullayev, Nurdinov va Sharipovni o'yindan olib, ular o'rniga Amin Umar hamda Murodovni maydonga tushirgan bo'lsa, Sherzod Jo'rayev G'ofurovni Komilovga almashtirdi. Ikkinchi bo'limda maydongalar hisobni ochishga juda yaqin keldilar. Umar to'pni qulay vaziyatda turgan sherigiga uzatdi. Chap qanot himoyachisi Ismoilovning o'ng oyoqda yo'llangan zarbasidan so'ng mehmonlarni darvoza to'zini qutqardi. To'p inersiya qoidasi bo'yicha baribir darvozaga kirishi mumkin edi, lekin Abdulxayev uni chiziqdan tashqariga chiqarib yubordi. 55-daqiqada endi Umarning o'zi zarba yo'llashga qaror qildi. Bu safar Yo'ldoshev to'pni bir qo'li bilan qaytarishga muvaffaq bo'ldi. 68-daqiqada muborakliklar raqib darvozasini ishg'ol qilishni uddaladilar. Umarning uzatmasidan so'ng Humoya Murtazoyev to'pni darvozaga joylab qo'ygandi. Bosh hakam Olim To'ychiboyev dastlab maydon markazini ko'rsatdi, biroq orqaga o'girilib, qanot hakami Shohrobbek Azamov bayroqchasi ko'targanini ko'rgach, golni inobatga olmadi.
Murtazoyev to'pni ilk bor qabul qilganda o'yindan tashqari holatda bo'lgan ekan. Shundan so'ng murabbiylar navbatdagi o'zgarishlarni amalga oshirishdi. Narzullayev Akramov va Muzaffarovni o'yindan olib, ular o'rniga Mamataliyev hamda Abdurayevni maydonga tushirgan bo'lsa, uning namanganlik hamkasbi avval Tojiddinovni Jo'raboyevga, so'ngra Abdulhayevni Gedishga, nihoyat esa G'ulomjonovni Abdujabborovga almashtirdi. Maydon egalari ustunligida o'tgan bahs nursiz durang bilan yakunlandi va tomonlar bir ochkodan bo'lashib olishdi. Mash'al play-off o'yinlarida ishtirok etmaslik uchun so'nggi turda Olmaliqda mezbonlarni mag'lub etishi, shuningdek Surxon, Andijon hamda Qo'qon 1912 jamoalari qoqilishini kutishi lozim. Nobahor 7-o'rindan yuqoriga ko'tarila olmaydi, lekin shuni ham qo'ldan boy bermaslik uchun so'nggi turda Namanganda Paxtakorni mag'lub etishi darkor. Maksim Shatskix iste'foga chiqarilgandan so'ng boshqaruv uning yordamchisi Akmal Shorahmedovga topshirildi. Uning oldiga qo'yilgan asosiy vazifa qolgan 2 o'yinda ijobiy natija qayd etib, jamoa play-off o'yinlarida ishtirok etmasligini ta'minlash belgilandi. Buning uchun dastlab Xorazm mag'lub qilinishi talab etilardi. Shorahmedov jamoasi bu vazifani uddaladi. Andijon safida bitta yo'qotish bo'lib, sariq kartochkalar soni 4 ga yetgani bois Muhammad Karim Toyirov ushbu bahsni o'tkazib yuborar edi. Shorahmedov bu muammoni kutilmagan tarzda hal qildi. Tayanch yarim himoyasi zonasiga Superligada hali biror marta maydonga tushmagan 21 yoshli Abbosbek Abdug'afforovni joylashtirdi. Uning yoniga esa tajribali Bektemir Abdumannonovni qo'ydi. Shu tariqa winger sifatida tanilgan Abdumannonov markaziy yarim himoyadan joy oldi. Shorahmedovni Andijonga Shaskiya taklif qilgan va ular birga faoliyat yuritishgandi. Lekin ukrainalik mutaxassis klubni tark etgandan so'ng uning yordamchisi keskin o'zgarishlar qilishga majbur bo'ldi. Og'ir xarakterli Shaskix yetakchi o'yinchilar Ilhomjon Abdug'aniyev va Farhod Sohibjonovni o'rinbosarlar tarkibiga o'tkazib yuborgan edi. Shorahmedov Abdug'aniyevni ortga qaytardi va qaydnomaga kiritdi. Shaskix taklif etgan Said Umarxon Said Nurullayev, Otabek Jo'raqo'ziyev hamda Muhammadali Usmonovlarni zaxirada qoldirdi. Avvalgi turdagi Qizilg'umni o'yinga solishtirganda Abu Bakr Ashurov qaydnomaga kiritilmadi. Shatskix o'sha o'yinda qaydnomaga kiritilmagan Shahboz Azmiddinov va Kristan Novakni esa asosiy tarkibga jalb etdi. Ismoil Akinadi ham dastlabki 11talikdan joy oldi. Avvalgi turdagi So'g'diyona bilan bahsda Xorazm bosh murabbiy Hakim Fuzalov sog'lig'idagi muammolar sabab stadionda ko'rinmagandi. O'z salomatligini tiklashga ulgurgan tojikistonlik mutaxassis Andijonga yetib keldi. Jamoa safida bitta yo'qotish bo'lib, Abbosxon Otaxonov diskvalifikatsiya tufayli ushbu bahsni o'tkazib yuborar edi. Fuzalov bu safar darvozabonni almashtirdi va tajribali Sardor Qobiljonovga ishonch bildirdi. Rustamjon Abduhamidov qaydnomadan joy olmadi. Vladimir Bubanya, Ixtiyor Toshpo'latov va Sunnatulla Abdullajonovlar zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Ravshanbek Sultonov, Farruxjon Ibrohimov, Jasur Azimov, Asadbek Saidxonov hamda Murodbek Bobojonovlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Shorahmedovning tarkibdagi taktik o'zgarishlari 25-daqiqadayoq o'z samarasini berdi. Tezkor qarshi hujum natijasida maydon markazida to'pni egallab olgan Abdumannonov uni oldingi chiziqdagi sherigiga qulay tarzda yetkazib berdi. Doniyor Abdumannopov darvozabon bilan yuzma-yuz chiqib keldi va to'pni uning ustidan oshirib darvozani ishg'ol qildi. Xorazmga 3 ochko juda zarurligi tushunarli, lekin mezbonlarga qarshi himoyada bunday bo'shliqni qoldirishni izohlash qiyin. Oradan 2 daqiqa o'tib tajribali Shoqulovning xatosi mehmonlarga qimmatga tushdi. U to'pni uzoqlashtirish o'rniga yonidagi jamoadoshiga oshirdi. Sultonov to'pni qabul qilguncha Ismoilaliyev uni qoida buzmagan holda turtib, ko'ptokni egallab ketdi. So'ngra zarba uchun qulay vaziyatda turgan sherigiga yetkazib berdi. Ismoil Akinadi ajoyib trayektoriya bilan to'pni darvozaga yo'lladi va hisobdagi farqni oshirdi. Yana 2 daqiqa o'tib hisob yanada yiriklashishi mumkin edi. Akinadi bu safar o'tkir burchakdan zarba yo'lladi. Mehmonlarni endi darvoza ustidan qutqardi. Kurajni ushlab olgan burgutlar hujumni yanada kuchaytirdilar va 43-daqiqada hisobni yirik ko'rinishga keltirdilar. Bu safar ham urganchliklar dastlabki goldagi xatoni takrorladilar, ya'ni orqada bo'sh zonani qoldirdilar. Tezkor qarshi hujumga o'tgan Andijon bundan unumli foydalandi. Abdumannonov markazga hech qanday qarshiliksiz to'pni egallab oldi va darvoza tomon yugurdi. Jarima maydonchasiga kirib borgach, boshini ko'tarib qulay vaziyatdagi sherigini ko'rdi va to'pni unga yetkazib berdi. Hujumga qo'shilgan Abdulvohid G'ulomov chap oyoqda aniq zarba yo'lladi va g'alabani mustahkamladi. 3-0. Birinchi bo'lim uchun bu mukammal hisob edi, lekin uni saqlab qolish maydon egalariga nasib etmadi. Bo'limning so'nggi daqiqasida G'ulomov o'z qanotini bo'sh qoldirdi va u yerda paydo bo'lgan Ortiqboyev to'pni markazdagi sherigiga aniq yetkazib berdi. Uzatmani bir tepishda darvozaga yo'llagan Asadbek Saidxonov hisobdagi farqni qisqartirdi. Ortiqboyevning golli uzatmasiga esa shunchaki gap yo'q.
u raqibning 5 nafar o'yinchisi orasidan to'pni jamoadoshiga aniq yetkazib berdi. Birinchi bo'lim mezbonlarning 3-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakun topdi. Tanaffusda Fuzalov bir yo'la 3 nafar shogirdini almashtirdi. U darvozabon Qobiljonov, yagona gol muallifi Saidxonov hamda hujumda faol bo'lgan Bobojonovni o'yindan oldi va ular o'rniga Muhammadjonov, Iminov hamda Samiyevni maydonga tushirdi. Shorahmedov esa ilk o'zgarishga 58-daqiqada qo'l urdi va Temirovni Abdug'aniyevga almashtirdi. Shu tariqa Abdug'aniyev yo'q bo'lgan paytda sardorlikni bajargan Temirov endi bog'ichni haqiqiy egasiga topshirdi. Ikkinchi bo'limda Xorazm o'yin nazoratini o'z qo'liga oldi va 65-daqiqada hisobdagi farqni yana bittaga qisqartirdi. Pozitsion hujumda Hazratjon Tursunqulov olis masofalik zarba bilan yakunladi va darvozani ishg'ol qildi. Uning chamasi 25 metrlar masofadan darvoza chetiga yo'llagan zarbasini Andijon posboni Komilov qaytarishga ojizlik qildi. Ishtaha ovqat paytida keladi deganlardek Xorazm ustozi navbatdagi o'zgarishlarni amalga oshirdi va hujumni kuchaytirdi. U Ismoilov va Azimovni o'yindan olib, ular o'rniga Abdullajonov hamda Ahrorovni maydonga tushirdi. Bunga javoban Shorahmedov himoyani kuchaytirishga ahd qildi. U avval Abdumannopov va Akinadeni Sulaymonov hamda Jo'raqo'ziyevga almashtirgan bo'lsa, keyinroq Hamijonov o'rniga Mamad Kazinni o'yinga qo'shdi. Bu yog'iga mezbonlar 5 nafar himoyachi bilan mudofaani mustahkamladilar. Uchrashuvning so'nggi daqiqasida G'ulomov o'yinga nuqta qo'yishi mumkin edi. U havoda kelayotgan to'pni boshi bilan darvozabon uchun noqulay tarzda darvozaga yo'lladi. Lekin mehmonlar posboni Muhammadjonov uni oyoqlar bilan qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Qiziqarli va dramatik tarzda kechgan bahs burgutlarning 3-2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Akmal Shorahmedov bosh murabbiy sifatida ilk o'yinida zafar quchishga erishdi. So'nggi turda poytaxtda Bunyodkordan mag'lub bo'linmasa, murabbiy o'z vazifasini a'lo darajada uddalagan bo'ladi. Ya'ni jamoa play-off bahslarida ishtirok etmaydi. Mag'lub bo'lgan taqdirda ham play-off o'yinini o'z maydonida o'tkazadi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng Xorazmning play-offda qatnashishi aniq bo'ldi. Bu bosqichda Tulporlar Superligada 12-o'rinni egallagan klub stadioniga tashrif buyuradilar. Qizig'i, bu yana Andijon bo'lishi ham mumkin. Pro Ligaga tushib ketgan Sho'rtan 29-turda Buxoroni qabul qildi. G'uzorliklarga bu yo'lga natija hech qanday ahamiyat kasb etmadi. Xavfli zonada borayotgan Buxoro uchun 3 ochko suv va havodek zarur edi. Shu boisdan ham ko'pchilik buqalar g'alaba qozonishini taxmin qilgandi. Lekin bo'rilar qattiq qarshilik ko'rsatishdi va uchrashuvda durang qayd etildi. Bunga sabab esa quyidagicha. Birinchidan, Sho'rtan Superligada o'z muxlislari oldida so'nggi o'yinda mag'lub bo'lishni istamadi. Ikkinchidan, g'alaba uchun mukofot puli ajratilishini hali hech kim ma'lum etganicha yo'q. Avvalgi turdagi Termizdagi mag'lubiyatdan so'ng Sho'rtan ustozi Asror Aliqulov boshlang'ich tarkibda 4 ta o'zgarishni amalga oshirdi. Bekjon Rahmatov va Islomjon Kenjaboyev qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Doniyor Narzullayev va Po'latxo'ja Xoldirxonov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Mirjalol Jumayev, Farruxbek Muxtorov, Muhammadaziz Ibrohimov hamda Jasurbek Hakimovlar asosiy tarkibdan joy oldilar. Buxoro safida 2 ta yo'qotish bo'lib, jarohat sababli bo'lsa kerak, jamoa sardori Marko Kalakovich G'uzorga bormadi. Shuningdek, yoshlar terma jamoasi tarkibida Xitoydagi turnirda ishtirok etgan Ravshan Xayrullayev o'yinga yetib kela olmadi. Shahboz Jo'raybekov zaxirada qoldi. Diskvalifikatsiya muddati yakunlangan Sardor Qulmatov va Toma Tapatadze, shuningdek Javohir Ro'ziyev boshlang'ich tarkibga kiritildi. G'alaba uchun maydonga tushgan Buxoro o'yinning boshidan boshlab 3 hujumchi Amonov, Tapatadze, Begich triosi bilan harakatlandi va to'liq ustunlikka ega bo'ldi. 36-daqiqada mehmonlar hisobni ochishga juda yaqin keldilar. Chiryak sherigini qulay vaziyatga chiqargandi, biroq Amonov yaqin masofadan noaniq zarba yo'lladi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Tanaffusda Aliqulov tavakkalga bordi va yarim himoyachi Muxtorovni hujumchi Xoldirxonovga almashtirdi. Lekin ikkinchi bo'limda o'yin surati o'zgarmadi. Ustunlik baribir mehmonlar tomonida bo'ldi. 53-daqiqada ular yana gol urishga yaqin keldilar. Amonovning qanotdan amalga oshirgan uzatmasini Begich bosh bilan darvozaga yo'llagandi. Lekin Sho'rtan posboni Eshbo'tayev super seyf bilan jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Shunga qaramasdan hisobni ochish baribir buxoroliklarga nasib etdi. Ular standart vaziyatdan unumli foydalandilar. Chiryak burchakdan to'pni darvoza tomon yetkazib berdi va uning adashi Franiya Ikich boshi bilan darvozani ishg'ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. 0-1. Eshbo'tayev to'p yo'nalishiga chiqib kelayotganda o'z himoyachilariga urilib, uni qaytara olmadi. Qizig'i, darvoza chizig'ida Sho'rtanning 3 nafar a'zosi turgandi, lekin ularning birortasi ham to'p yo'liga to'g'anoq bo'la olmadi.
Goldan so'ng Aliqulov navbatdagi o'zgarishni amalga oshirdi va Ibrohimov o'rniga Hasanovni maydonga tushirdi. Maydon egalari keng front bo'ylab oldinga tashlandilar va 65-daqiqada javob to'pini kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Sa'dullayev to'pni oldingi chiziqdagi sherigiga yetkazdi. Po'latxo'ja Xoldorxonov 2 nafar raqibni aldab, markazga yaqinlashdi va chap oyoqda zarba berib, darvozani ishg'ol qildi. Goldan so'ng Sho'rtan ustozi navbatdagi o'zgarishlarga qo'l urdi. U Toshqo'ziyev hamda Hakimovni o'yindan olib, ular o'rniga Jo'raboyev hamda Narzullayevni maydonga tushirdi. Xamekov esa barcha o'zgarishlarni so'nggi 10 daqiqada amalga oshirdi. U Tamashevich, Amonov, Chiryak va Yo'ldoshev o'rniga Jo'rabekov, Tupliyev, Jo'rayev hamda Otamurodovlarni o'yinga qo'shdi. Hakam qo'shib bergan daqiqalarda Buxoro g'alabani ilib ketishi mumkin edi. Darvoza tomon yaqinlashib kelgan Tupliyev to'pni bo'sh turgan sherigiga tezroq oshirganda Ikich aniq zarba yo'llashi mumkin edi. Lekin Bilol sustkashlikka yo'l qo'ydi, himoyachi yetib kelishga ulgurdi, natijada zarba ham noaniq bo'ldi. O'zi uchun hech narsani hal qilmaydigan bahsda Sho'rtan 1 ochkoni qo'lga kiritdi. Buxoro g'alaba qozonganda hech bo'lmaganda play-off uchrashuvini o'z maydonida o'tkazishi uchun imkon yaratilardi. Endi esa buxoroliklar so'nggi turda g'alaba qozonishdan tashqari Andijon va Mashalni yengilishiga umid qilishlariga to'g'ri keladi. PFLning quyi ligaga tushib ketmaslik uchun 4 jamoa orasida play-off o'yinlarini tashkil etish borasidagi qarori chempionat yakunida kurashni yanada qizdirdi. So'nggi 3 turda xavfli zonaga joylashgan klublar ishtirokidagi natijalarga ahamiyat bering. Sho'rtan OKMK 4-3, Buxoro Neftchi 1-1, Qo'qon 1912 Paxtakor 0-0, Nasaf Mash'al 1-2, Dinamo Qo'qon 1912 0-0. Agar play-off tashkil etilmaganda bu o'yinlarning bari ahamiyatsiz bahslarga aylangan bo'lardi. E'tiboringizga musobaqa jadvali, to'pirilar poygasi hamda keyingi tur anonsini havola etamiz. Demak, Superliganing ushbu mavsum yakunlanishiga bir tur qolganda Farg'onaning Neftchi klubi chempionligini rasmiylashtirdi. So'nggi turda bir yo'la 3 jamoa so'rili o'rinlar uchun kurashadi. Qizig'i ularning ikkitasi Nasaf va Dinamo o'zaro kuch sinashadi. Lekin eng yaxshi sharoitda Paxtakor. Sherlar Namanganda g'alaba qozonsalar, vitse-chempionlik masalasini hal qiladilar. Bordiy durang qayd etilsa, unda Qarshidagi to'qnashuv g'olibi 2-o'ringa ko'tariladi. Bunyodkor va OKMK jamoalari 5 va 6-o'rinni band etib bo'lishgan. Buxoro va Xorazm klublari Superligada qolish uchun play-off o'yinlarida ishtirok etadilar va ikkala jamoa ham ushbu bahslarni safarda o'tkazadi. Play-offning qolgan 2 qatnashchisi Andijon, Qo'qon 1912 va Mashal jamoalari ishtirokidagi o'yinlardan so'ng ma'lum bo'ladi. Igor Sergeyevning Nasaf darvozasiga kiritgan goli hisob bo'yicha 19-chi bo'ldi va Paxtakor hujumchisi to'pirorlar poygasining bu yilgi g'olibi bo'lishga juda yaqin. Lyubchi Doriyev va Husayn Norchayevlar kuchli uchlikdan joy olishlari ham hal bo'lgan ko'rinadi. So'nggi tur o'yinlari bir sanada, bir vaqtda boshlanishi mukammal variant. Lekin unda barcha o'yinlarni translyatsiya qilish uchun ko'chma televizion stansiyalari, eng muhimi, VAR yetishmaydi. PFL shu bois ham 29-tur natijalarini kutdi va so'nggi turni 2 kunga ajratdi. Bunda ochkolar bir-biriga yaqin jamoalar bir vaqtda maydonga tushishi belgilandi. Chempionlikni rasmiylashtirilgan Neftchi Urganchda Xorazm mehmoni bo'ladi. Qarshidagi Nasaf Dinamo to'qnashuvi turnir markaziy bahsi hisoblanib, mag'lubiyatga uchragan jamoa sovrindorlar qatoridan joy ola olmasligi ham mumkin. Paxtakorni Namanganda qiyin bahs kutmoqda. Qolgan 3 uchrashuvda play-off ishtirokchilari aniqlanadi. Juftliklar bilan tanishtiramiz. Qo'qon 1912 Sodiona, OKMK Mash'al hamda Bunyodkor Andijon. Buxoro va Xorazmning play-offda ishtirok etishi hal bo'lib ulgurgan. So'nggi turda faqatgina Qizilqum Sho'rtan bahsi hech qanday ahamiyatga ega emas. So'nggi tur uchrashuvlari noyabrning oxirgi 2 kunida bo'lib o'tadi. Mana futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham nihoyasiga yetdi. Nasib qilsa siz azizlar bilan 2-dekabr sanasida uchrashamiz hamda Superliganing so'nggi tur bahslarini muhokama qilamiz. Ungacha xayr, doimo sog' bo'ling.